Bugun sizlarga tabiiy fandan 3-sinflar uchun tabiatda suvning aylanishi mavzusida o'tkazgan ochiq darsimda qo'llangan metodlarim haqida so'zlab bermoqchiman. Dastlab o'quvchilarni guruhlarga ajratib oldim. Birinchi metodimda esa o'quvchilar oldindan tayyorlab kelgan maketlar asosida tomchining sayohati mavzusida hikoya yoki ertak aytib berishlari kerak bo'ladi. Bu shartni o'quvchilar juda yaxshi uddalashdi. Bu metod orqali o'quvchilarda og'zaki nutqni rivojlantirildi. Ikkinchi metod asosida o'tilgan mavzularni takrorlab, mustahkamlash uchun quvnoq soyabon metodi deb nomladim. Bu metodda har bir guruhda 2tadan o'quvchi qatnashib, soyabon atrofida musiqa sadolari ostida aylanishadi. Musiqa to'xtagandan so'ng soyabon atrofidagi tomchi shakllaridagi savollarga javob berishadi. To'g'ri javob bergan o'quvchi o'z guruhiga bitta rag'bat tomchisini sovg'a qilishadi. O'yin shu tariqa davom etadi. Uchinchi metodimiz Instagram metodi deb nomladik. Bunda xohishga qarab har bir guruhdan bittadan o'quvchilar chiqarilib, o'quvchilarga oldindan tayyorlangan oq varaqlar berildi. Ma'lum vaqt davomida o'quvchilar suv bilan bog'liq ekologik muammolarni o'z rasmlarida tasvirlab berishlari lozim bo'ladi. Vaqt yakunlangandan so'ng varaqlar yig'ib olinib, doskaga ilinadi. Doska Instagram platformasi hisoblanadi. Qolgan o'quvchilar Instagram kuzatuvchilari hisoblanadi. Ularning qo'llariga like va dislike belgisi tushirilgan shablonlar beriladi. O'qituvchi rasmlarni birma-bir ko'rsatadi. O'quvchilar yoqqan rasmga like yoki dislike belgisini ko'rsatishadi. Like belgilari sanalib, eng ko'p like yiqqan rasm egasining guruhiga yana bir rag'bat tomchisi beriladi. Dars yakunida tomchilar soni aniqlanib, g'olib guruhlarga rag'bat kartochkalari beriladi. Shu tariqa darsda turli metodlar orqali o'quvchilar orasida faol muloqot shakllantirildi.